Kecha Yevropa Ligasi saralashning 3-bosqich uchrashuvlari davom ettirildi. Musobaqaning chempionlar yo'lagida Kiprning Amoniyasi o'z uyida Lincoln Red Impsni minimal hisobda yengdi. Mazkur natija kiprliklarning play-offga yo'l olishlari uchun yetarli bo'ldi. Safarda durang natija qayd etib qaytgan Ruminiyaning Universitatsiya Krayova jamoasi javob bahsida Finlandiyaning QPS klubini 2-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Shveysariyaning Tun jamoasi esa dastlabki o'yinda Vikingurni qabul qilib yirik hisobda g'alabaga erishgandi. Islandiyaliklar ham javob bahsida Tun darvozasiga 3 ta to'p kiritishdi, biroq o'zlari ham 2 ta o'tkazib yuborganliklari uchun Tun play-offga yo'l oldi. Qiziqarli bahslardan yana biri Albaniyaning Ignatiya hamda Irlandiyaning Shamrock Rovers jamoalari o'rtasida kuzatildi. Birinchi o'yinni o'zida qabul qilib 3-1 hisobda muvaffaqiyatga erishgan Shamrockning javob bahsi oldidan ham imkoniyatlari yomon emasdi. Biroq Ignatiya Albaniyadagi o'yinda 5-1 hisobda yengib, raqibini musobaqadan chiqarib yubordi. Asosiy yo'lakda ishtirok etayotgan juftliklar orasidagi eng keskin qarama-qarshilik Pafos bilan Zalsburg o'rtasida bo'lib o'tdi. Dastlabki uchrashuvni avstriyaliklar minimal hisobda o'z foydalariga hal qilishgandi. Shu bois javob bahsidan Kipr jamoasining umidi katta edi. Hatto maydon egalari 2-0 hisobda oldinda ham borishayotgandi. Biroq ikkinchi bo'limda qayd etilgan Zalsburg tarkibidagi Tabakovichning hat-trigi mehmonlarga kerakli natijani taqdim etdi. Bahs esa 3-3 hisobida yakun topdi. Turkiyaning Beshiktosh jamoasi ikkinchi o'yinda ham Hradets Kralovedan ustun keldi. Dastlabki uchrashuvda Yageloniyaga yutqazib qo'ygan Glasgow Rangers javob bahsida raqibini yenga olmadi. 1-1. Anderlecht esa ikkinchi uchrashuvda ham PAOKni mag'lubiyatga uchratdi. Bu safargi o'yin gollarga boy o'tib, belgiyaliklar 3-2 hisobida g'alaba qozonishdi. Portugaliyaning Benficasi dastlabki o'yinda Heartsni 6-1 hisobda taslim etib, deyarli barcha masalalarni hal qilib bo'lgandi. Javob bahsida esa 1-1 hisobi kuzatildi. Bolgariyaning CSKAsi sal qolsa omadsizlikka uchrashi ham mumkin edi. Sofiyaliklar o'z uylarida Makabiga 1-3 hisobda yutqazib qo'yishdi, ammo dastlabki o'yinda qayd etilgan yirik hisob evaziga baribir play-offga chiqishdi. Nihoyat Vengriyaning Ferencvarosh klubi safarda Gornik Zabji bilan durang qayd etib, play-offga yo'l oldi. 2027-yilgi Ispaniya Superkubogi Turkiyada o'tkaziladi. Bu haqda Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi rasman ma'lum qildi. Turnir Istanbuldagi Otaturk Olimpiya stadionida 2-7 fevral kunlari bo'lib o'tadi. Unda Real Madrid, Barselona, Real Sociedad va Atletico klublari ishtirok etadi. Eslatib o'tamiz, Ispaniya Superkubogi 2020-yildan buyon Saudiya Arabistonida o'tkazib kelinayotgan edi. Biroq 2027-yil qishida Saudiya Arabistonida Osiyo Kubogi bo'lib o'tadi. Shu sababli ham bu safargi turnir manzili Turkiyaga o'zgartirildi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Ispaniya Superkubogi Qatar davlatida bo'lib o'tishi mumkinligi haqida ham aytilayotgan edi. Ispaniya terma jamoasi va Barselona hujumchisi Ferran Torres PSG safiga borib qo'shilmoqda. Ushbu transfer Parij klubiga 50 million yevroga tushdi. Bu haqda Fabrizio Romano xabar berdi. 26 yoshli futbolchining o'zi faoliyatini faqatgina Fransiya poytaxtida davom ettirishni istadi va klublar barcha rasmiy hujjatlarni almashib bo'ldi. Ferran Torres yaqinda yakunlangan 2026-yilgi Jahon chempionati finalida Argentina darvozasiga g'alaba golini urib, Ispaniya uchun haqiqiy qahramonga aylangan edi. Aynan ushbu muvaffaqiyatli tur markaziy hujumchi sifatida ko'rmoqda. U Barselona tarkibida 200 dan ortiq o'yinda